O'rnaki bu xalq tabobatida keng qo'llanilgan gamart kasalliklarida ishlatiladigan o'simlik yoki ziravor mevasi hisoblanadi. O'rnaki oldingi tabobatda juda ko'p keng qo'llanilib kelingan va hozirgi kunda bu lor shifokorlar tomonidan tavsiya etilmaydigan o'simlik hisoblanadi. Ya'ni nima uchun o'rnaki qo'llash mumkin emas? Hozirgi kunda o'rnaki juda kuchli allergik reaksiyalar berganligi sababli bemorlarda burun bitish, aksirish, ko'p miqdorda shoxlar ajralmay kelishi, nafas olish qiyinligi, nafas siqib qolishi, ayrim vaqtlarda kuchli allergik reaksiya hisobiga reanimatsiyaga tushib qolishi mumkin. O'rnaki bu hidlaganda yoki o'sha suv bilan yuvganda o'zidan ko'p silliq ajralma ajralib chiqish natijasida burundagi o'sha gaymar bo'shlig'ida, sinusitlarda ajralma chiqish natijasida tuzalish hisoblangan. Lekin hozirda allergiya bergani hisobiga gaymarit kuchayib ketishi yoki allergik reaksiya bergani hisobiga burun yo'llar umuman yopilib, holati og'irlashishi mumkin. O'rnaki 10% holatlarda yordam berish ehtimoli bor. Ya'ni qanaqa holatlarda? Bu birinchidan sizda kuchli gaymarit bo'lmaganda yoki o'sha ozgina shamollash fonida o'sha yuqori jag' bo'shlig'ining tabiiy teshiklari ochiq bo'lganda, bunda keskin ajralib chiqqan ajralmalar hisobiga o'sha tabiiy teshiklar oqib chiqib ketadi va siz yengillik his qilasiz. Lor shifokorlari hech qachon o'rnak hidlash tavsiya etilmaydi. Bundan ko'ra shifokorga borib muolaja olganingiz ma'qul.